Akalar, O'zbekistonda yangilik ixtiro ko'pga bo'ladi. Hadi Xitoyliklardan 150 millionga traktor olmasdan 55 million 60 millionga xalqni davri keldi. Mana shu traktorni xarid qilsalaring bo'ladi. Bu traktorimiz hali rekonstruksiya jarayonida. Ya'ni Muhammad akamiz ko'pya ixtiro qilib qo'yibdilar. Ya'ni Damas motorni qo'yganlar, gidravlika, spark rul, eng asosiysi propan. Benzin propan yuraveradi. Rasxodi, Damas rasxodi qancha bo'lsa kommentariyada yozib qoldilar. Xuddi shunaqa rasxod qiladi. Faqatgina dalaga kiradigan bo'lsa, kuchlanish hisobiga ko'proq rasxod qilishi mumkin. Aytib o'tganimizdek, akkumulyator hamma yo'g'i bo'ladi. Narxi 50 milliondan 60 million atrofida bo'ladi. Endi to'liq jarayoni bitgandan keyin narxi ham chiqadi. Mana shu orqasida ko'rib turgan mana ko'shik deysizmi, kuldiva boshqa ish qilib qo'shib beriladi. Ya'ni alohida emas. Xitoyda traktorlar bilasizlar 150 milliondan eng arzoni boshlanadi. Agar mashinasini qo'shib oladigan bo'lsa, alohida pul bo'ladi. Bu alohida pul bo'lmaydi. O'zimizning xalqimiz boisi doim xitoyliklarni boyitaveramizmi deyaptilar. Past akamiz nomerini qoldiramiz. Mini ekonomik gibrid traktor bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoda bog'i bor, dalasi bor, katta molxonasi bor akalaringizni tashlab qo'ysangiz manfaatli bo'ladi.